O'zbekistonda yangilik endichi Luboy o'zbek yotib olib, dam olib pul topsa bo'ladi. Bo'ldi, endi ana chet elga bor, qiynalib ishlab, unaqa davrlar tugadi do'stlar. Nima uchun deyapsizlar? Hozirgi paytda O'zbekistonda qurilish juda ham katta avjida kelyapti. Shunaqa biznes loyihalar bor. Bemalol uyda issiqqina o'rab olib, yotib olib, telefon ko'ylab, to'g'risini aytsam, pechkaga bitta ko'rsiz, pechkaga o't yoqib qo'yasiz, choyni qo'yib, xulab pul topsa bo'ladi, to'g'risi do'stlar. Endi 100% ertalabdan kechgacha uxlamaydi. Hech bo'lmasa bir kunda yarim soat, ko'payib ketsa 1 soat ishlaydi. Qolganiga faqat dam ol, telefon ko'yla, biznes loyihalarida o'rgan, kitob o'qib rivojlan, to'g'risi. Qolganiga pul o'zi kelaveradi, to'g'risi. Bemalol har bitta o'zbek endichi mana shu aytaman, uxlab turib 3 oy, 4 oyda bitta mashina olsa bo'laveradi, do'stlar. Endi bunaqa biznes loyihalar do'stlar juda ko'p ko'rsatyapman. Ko'p odam buni foydalanyapti. Videomiz foydali bo'layotgan bo'lsa, like qo'yib, yana ko'rsatib yozinglar, xudo xolisa. Maksimal darajada ko'proq men niyatim haligi Rossiyaga borib qiynalib ishlashni to'xtatib, faqat o'zbeklar dam olib, to'g'risi chet el sayohat qilib ish qilishni o'rgataman, to'g'risi. Mana hozir xuddi shunaqa o'zbeklardan mana haligi mashina olish uchun, uy olish uchun chet elga boradi. Kerak emas do'stlar, mana xohlasangiz Kia olinglar, xohlasangiz ikkitadan 12 olinglar, xohlasangiz Labo qo'yinglar, qizig'i yo'q. Sizlar faqat shu dam olib turib mavjud bo'lsalaring bo'ldi, do'stlar. Xo'p, nima biznes loyiha deyotganlaringizni hozir endi ko'rsataman. Ya'ni endi o'zbeklar, do'stlar, nima biznes degan bo'lsalar, bilyapsizlar, O'zbekiston rivojlanyapti, qurilish to'xtamayapti. Bundan buyog'i O'zbekistonda hech qachon qurilish bo'lmaydi. Oldin dala bo'lgan joylar hozir citylar bo'lyapti, do'stlar. Sizlarda ham siz mana bizda dala bo'lib ketgan joy hozir Farg'ona City qurilyapti, do'stlar. Yozyovon City, Marg'ilon City, do'stlar. O'shuning uchun citylarni ko'rayotganlar like qo'yib, kommentariyaga sizlarda qanaqa city qurilyapti yozib qo'yinglar. Do'stlar, xudo xolasa mana optim birinchi qo'l do'stlar, ham Xitoynikini ham olib kelishgan do'stlar. Mana o'zlari ishlab ham chiqarishyapti, do'stlar. Mana shu yerda ishlab ham chiqarishyapti, Xitoynikini ham. Endi nima narxlari necha pul degan bo'lsa do'stlar, bugun xudo xolasa sizlarga Lesa narxlari do'stlar, Apalovka narxlari, keyin u yerda operator ko'rsatib qo'ying. Ya'ni monolitni ustunlarda optim birinchi qo'l joy do'stlar, o'zlari ishlab chiqarishyapti. Pulning narxlarini tushuntirib beramiz. Xo'p. Assalomu alaykum, Doniyorjon. Mikrofonimiz tushib ketdi, ish qilib odamlar quloq bo'lsa. Mabodo quloqlaring og'rimagan bo'lsa, quloq og'rimadi, kommentariy yozib qo'yinglar. Mikrofonni mikrofon tabi ham to'g'ri tushunasizlar. Xo'p, mana shu yerda shuni qistiramiz. Xo'p, Doniyorjon, bu Xitoyniki. Ha, bu Xitoydan kelgan. Oldin Xitoynikini olib keldingiz do'stlar. Keyin Xitoyniki o'zimizning xalqimizga yana ham zo'r bo'lsin turib, shunday lyuks kopiya qilib o'zbeknikini qilib qo'yishdi. Ya'ni Xitoyniki bu atsinkovka deydimi, nima deydi buni? Temir atsinkovka sepilgan, kraska sepilgan. Ha, kraska polo atsinkovka deyishgan do'stlar. Nima uchun polo atsinkovka? Mana tashkillari atsinkovka do'stlar. Mana joylari kraska sepilgan, paddoni ham kraska sepilgan do'stlar. Xudo xolasa. Endi bu Xitoyniki do'stlar, bemalol mana 100 kilodan ko'tarib bergan. Endi men 110 kiloman salpalman. Tepasi setkasi bor. Bunisini xudo xolasa qaranglar. Met atsinkovka, keyin mana cho'mbiri ham atsinkovka bo'ladi do'stlar. Bunda cho'mbiri bor, bunaqa temirlari chiqadi, limonisi chiqadi do'stlar mana. Bu pastga ham tepaga ham shunday qilib qo'yiladi. Xo'p, endi Xitoyimizning narxi necha pul buni? Doniyorjon? Bunimizning narxi 650 ming dastavkasi ichiladi. Dastavkasi qatgacha? Shu O'zbekiston bo'ylab. O'zbekistonning dastavkasi ichida do'stlar. Bu Xitoyniki do'stlar. Yana bitta narsa, operator yondan ko'rsatdi. Xitoynikini yon tomoni 3 ta do'stlar, ya'ni 3 ta qo'yilgan. 3 tani yaxshi tomoni nobod aql o'tish kerak bo'lsa, ustalar bemalol o'taveradi. Plus tomoni bunisi. Endi ikkinchisi do'stlar o'zimizniki, ya'ni o'zimizning qora ko'zlar yasayotgan. O't naradi ishlashyapti. Shu qora ko'zlarga like qo'yib, malades qora ko'zlar deb yozib berishingizni chiqmasin. Xudo xolisa buni o'zimizda yasayapti mana. Mana trubalari o'sha qora temirdan trubadan qilishyapti. Yangining o'zlari kraska. Bu atsinkovka emas, bu polni 100% qora temir o'zimizniki. Lekin kopiyasi lyuks kopiya. Metlarni mana Xitoydan kopiya qilishdi. Endi mana tomonini cho'mbirini bizga endi almashmaydigan emas, sirasi bitta bir kiyizadiganini qilishdi. Xo'p, bunisi necha pul? Bunisi 620 ming.
Dastlabkasi kelishilgan oldi. Ha, bunisi dastlabkasi keldi. Shu yerdagi narxi 620 Chetdagi ming. narxi 620 ming. 620 ming so'm do'stlar. Listi kashi 1,5 lik list qalinlikda. Bag'i necha dedi? Bu nima? 2-2. 2,2. Bag'i 1,5, 2,2, keyin bu 4 talik. Bunda qulaylik tomoni uyda, kvartiralarda nimada ishlasangiz ham qo'yib qo'yib bemalol ish qilsangiz bo'laveradi, lekin minus tomoni mana bu yerdan jicha o'tish qiyinroq bo'ladi narigi lesaga. Shu minus tomoni. Xolasiz 4 talik, xolasiz 3 talik. Qancha desangiz do'stlar, cheksiz miqdorda yashab berishadi do'stlar, mana cheklamagan. Xitoydagi ham bor mana, opshib cheksiz miqdorda optim birinchi qo'l turibdi, o'zimizniki ham. Bundan tashqari bitta apalivki ham bor do'stlar. Uni ham hozir ko'rsataman, narxlar o'zlari ishlab chiqarishadi. Mana ustun. Nima deydi buni? Monolitniy stoyka. Monolitniy stoyka do'stlar. Monolitniy stoykani ikki xili bor do'stlar. Ya'ni atsinkovka o'zimizniki. Bu atsinkovka Xitoyniki-da. Xitoydan kelib bu ham. Bu pashti 95% nima desam bo'laveradi, nima deydi? Atsinkovka desam bo'laveradi. Qaysi joylari kraska sepilgan, qolgan joylari atsinkovka. Bu mana o'zimizning qora ko'zlar do'stlar, mana shu yerda mana kraska qilib, sekin qilib bitkizishadi. Xudo xohlasa. Qaylar oldin bu ham mana shu Xitoydan kelardi. Mana o'zi biz o'zbekistonda shunday bitta oldin bir narsa Xitoyga borsa, shu bilan kopiyasi o'zimizga qaytib kelardi. Hozir endi Xitoydan nimadir kelsa, kopiyasi o'zimizga chiqyapti, xudo xohlasa. Bu nima degani? Bu degani o'zimizning islohotlarimiz, prezidentimizning nimasi, poddeshkasi, оборудование stanovlar borligi, imkoniyat borligi do'stlar. Shuning uchun like qo'yib, Ola O'zbekistonda yozish esingizdan chiqmasin. Xo'p, bular necha puldan bular? Bunimiz atsinkovka Xitoydagi 200 ming, bu o'zimizda chiqib turgan 190 ming. 190 ming. Shu yerdagi narxi bular. Shu yerdagi narxi. 10 mingta farqli do'stlar. Qaysini olgan bo'ladinglar? Atsinkovka Xitoynikinimi yo nimani o'zbeknikimi? Pauzani bosing operator. Mana do'stlar, cheksiz, xolasiz Xitoy, xolasiz nima? Qarang, buni qalinligi nechi buni o'zimiznikini? 2-2. O'zimiznikini qalinligi 2,2. Xudo xolasa. Buni qanday yechadi endi? 2,2 listasi metri ikkoviniki bir xil chiqadimi yo bir boshqacha? Yo'q, Xitoydagi 4 metr, bu 370. Ha, o'zimizniki 370. 370 ha. 10 sm farq qiladi. Endi 4 metrga o'zi hech kim mana qo'ymasa ham kerak-ku. 350, 3,5 metr qo'yiladi, to'g'risi o'zbekchilikda. Mana do'stlar, xudo xolasa, like qo'yib qo'llab-quvvatlash esingizdan chiqmasin. Xohlasalar mana bundan, mana pachka-pachkada kelgan Xitoydagidan, xohlasalar mana o'zimizgidan. Qancha kerak bo'lsa do'stlar, shuni olasizlar, bitta arendaga berasizlar, bo'ldi. Shu bitta odam kelganda o'zi 50 ta oladi. Shu bilan bo'ldi. Hali uyni qurib olguncha, ikki etajli hovlisini qurib olguncha. Sizga mullachining qoqib turadi. Mashina olish, bitta lab olsangiz yana ham ishlaringiz zo'r yurishadi do'stlar. Mana o'zlari listlar hamma olib kelib sotishadi, shuning uchun birinchi qo'l do'stlar. Xo'p, apalivkalarimiz mana do'stlar. Apalivkalar o'zlari ishlab chiqarishadi, konteyner mahsulotdan bo'ladi do'stlar. Konteyner bilasizlar, ancha-munchaga chirimaydi, suv bo'lgan hech narsa olmaydi. Shuning uchun konteyner dengizlarda ham yurishga moslashgan bo'ladi. Endi bular necha puldan qilinadi nimasi? Qanaqa hisoblanadi bu? Donaga hisoblanadi, komplektmi yo? Komplektga hisoblanadi. Komplektida 14 ta 2 metr, 4 ta 1 metr, 4 ta 1,5 metr bo'ladi. O'qi, bo'liti, gekasi hamma yo'g'i komplekt ichida bo'ladi. Demak, bitta olgan odam polni uyda nimasini bitkazib beradi. Bitadi. Necha puldan boshlanadi bular? 50ligimiz 6 million 200 ming. Mana unisi birinchisi. Ha, 50lik 6 million 200 ming. 50 sm do'stlar nimasi? Qalinligi. 60ligimiz 7 million 200 ming. Bu 60 olmasa kerak. Yo'q, bu 60 emas. 60 menimcha sotilib ketibdi. Ha, sotilib ketibdi. Bu 80 bo'lishi kerak. 70ligimiz 7 million 800 ming. 7 million 800 ming so'm komplekti. Komplekti. 80lik 8,5 million, 1 metrlik. Mana 1 metrlik. Mana do'stlar, buni ham o'sha boldi yaykalari bilan xotirjam qilib qo'yishgan. Olasiz, 2 komplekt olib qo'yasiz do'stlar. Inshaalloh o'zi bitta usta olib ketganda buni eng kamida bir hafta ishlatadi. Chunki borib bir kun o'rnatishadi, bitta qo'ygandan keyin qolganiga yana shu bilan 3 kun 4 kun qurilgandan keyin olishadi do'stlar. Like qo'yib qo'llab-quvvatlaymiz. Kimda kim yotib olib, uxlab, dam olib biznes qilmoqchi bo'lsa, chet elda yurishdan zerikkan bo'lsa, to'g'risi, hali kira qilib bezor bo'lgan bo'lsa do'stlarim, mana sizlar uchun biznes do'stlar. Shuni mashinangizni sotib olib, bemalol qo'rqmasdan apalivkani faqat bitta narsa e'tiborga olasizlar.
reklama bo'lishi shart do'stlar. Reklamasiz biznes nolga teng. Shuni ham hisobga olib qo'yinglar. Chunki ko'p odam kommentariy yozyapti, arenda biznesi bo'lmaydi, hech kim olmaydi. Yo'q do'stlar, ko'chaga chiqing deb tomosha qiling, ko'chalarga qilsalaring deb yozib qo'yadi. Lesa arenda, Apalevga arenda. O'zi 3 oydan 6 oygacha bitta odam, bitta ustalar sizni borligini bilib olsa bo'ldi. O'zi haligi bitta usta постоянно sizni olaveradi, to'g'risi. Shuning uchun 3 oydan 6 oygacha biznesda yurish qiyinroq bo'ladi. Reklama kam bo'lsa, agar reklama ko'p bo'ladigan bo'lsa, sirraz yuradi. Sirraz yuradi. Misol uchun bizda o'zimizni shogirdimiz shug'ullanadi. Nima Apalevkadan 5 komplekt olgan. 5 komplekt bitta olib ketganda bir kuniga 200 ming, 300 ming, 500 ming so'mgacha beradi, polni komplekt. Kuniga 500 ming so'm bor. Oladi, yotadi, telefonni o'ynaydi, yuklab beradi, yuklab olib shuraveradi bo'ldi. Like qo'yib qo'llab-quvvatlaymiz. Sizlar uchun Oybek Qosimov.